Krizis kirib keldi deb o'ylayotganlar 100% katta xato qilasizlar, chunki O'zbekistonga ko'chmas mulk krizisi kirib kelmadi. Bo'lishi mumkin, mashina savdosida kirgandir do'stlar. 15 minglik Gentra, yangi Gentra hozirda tushib qolgandir 11 ming dollarga, lekin ko'chmas mulkka tegishli emas. Hech qachon ko'chmas mulk bilan mashina savdosini tenglashtirmanglar do'stlar. Ko'pchilik o'ylaydiki, mashina savdosi tushib ketsa, demak ko'chmas mulk ham tushib ketadi. Yo'q, unaqa emas do'stlar. 2 yil oldingi 100 ming dollarga xarid qilgan kvartirangiz hozir 120 ming, 130 ming dollarga 100% narxi ko'tarilgan. Mashina shunaqa do'stlar, vaqt o'tadi, probeg keladi do'stlar, qattiq buziladi, lekin uyingiz nimadan yo'qotishingiz mumkin? Maksimum faqat remont. Remontini yengillab qo'ying. Kim nima ketdi do'stlar? Agarda sizga srochniy bo'lib qolmasa do'stlar, arzoniga berishga tayyorsizlar-ku, to'g'rimi? Vot. Shuncha o'ylab qo'yinglar. Urushni orqasidan ko'chmas mulkni narxi tashavordi deb o'ylayotganlar. Masalan, Eron bilan Isroil, Amerikani sabab qilayotganlar, Ukraina, Rossiyani sabab qilayotganlar. Toshkentga kelinglar, ko'ringlar, qani birorta Eronlik, qani birorta Isroillik, qani birorta Ukraina yoki Rossiyalik mobilizatsiya vaqtida kelgan bo'lishi mumkin. Bu polniy ruslar. Ularda ham sababi bo'lgan maksimum urushga qatnashmaslik uchun. Lekin hozirda do'stlar, bu qanaqa qilib ko'chmas mulkka narx-navosiga ta'sir qilishi mumkin do'stlar. Qattigi bo'layotgan bir 7000 kilometr o'tda bo'layotgan narsa bilan hozirgi momentda biz O'zbekistondamiz do'stlar. Yoqqan bo'lsa, sразу tarqatib qo'ying. Men sizga yana keyingi videolarda tushuntirib beraman bo'lib podrobno.